Allah'ni hura barib işdur qaybaz Ramazan Bilalni talam barib bilja suneni azan Rasuyni ashabt bargib suneni khutma barib Ramazan la dur qadesh ilme la bayam barib البدر رمضان بوب درقي قرآن خرابوب سبيبا ينبري له دنيا لكرات توب رسول الله أصحبتني خلاق الغزا بريب القرآن كلمة بينبري بأرغاقيب رمضان 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 يا رمضان 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 يا رمضان بكي رمضان بات لبي البوسر منتكه حبتا ليرا دبوتر كردري لنو شاكه كردو بتدو بوتوره إن شاء الله درتاحه درقي الله لا قربر نوشني بوزاقحه هل جنت جاقدي روي جهنم تدي حقوي نوشب كورا بريبيل خول الأركات لبات جهنم لا انظر به أكيل دب أديروي إبليسون شيطان ته إلى تدور حيوي رمضان 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 bizni mana shu bugungi Eid Ramazon bayramimizga qadr qilib kelganinglar uchun sizlarga kattadan katta rahmat aytamiz. Qadaminglarga hasanatlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarni Ramazon oyida gunohlardan pok holatda chiqargan bo'lsin inshaalloh. Allohdan so'rab qolamiz. Doimo mashaqa bir-birimiz bilan mehr-oqibatli bo'lib, inoq, intiqo bo'lib, o'quvchilarimiz a'lo darajada o'qib, o'qituvchilarimiz mana shu o'quvchilarimizni o'qitishlikda charchamasdan, ularga tushunma so'raydi. Doimo Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizni mana shu Ramazon oyini kutib yashaydigan, Eid Ramazonni, Qur'on oyatlarini kutib yashaydigan bandalardan qilsin. Aziz o'quvchi bolalarimiz, mana sizlarga qadr qilib, sizlarni hurmat qilib, Aravon elimiz, Qirg'iziston elimiz, Aravon saxovat hadiya fondi sizlarga chiroyli qilib, shu elimizdan yig'ilgan mablag'lardan mana shunday tadbirlarni o'tkazib, bayramlarni o'tkazib, sizlarni chiroyli ko'ngillarda olib jo'natishlikda bizga omonat qilib topshirgan. Allah'ni hura barib işdur qaybaz Ramazan Bilalni talam barib bilja suneni azan Rasuyni ashabt bargib suneni khutma barib Ramazan la dur qadesh ilme la bayam barib البدر رمضان بوب درقي قرآن خرابوب سبيبا ينبري له دنيا لكرات توب رسول الله أصحبتني خلاق الغزا بريب القرآن كلمة بينبري بأرغاقيب رمضان 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 رمضان
رمضان رمضان رمضان يا رمضان 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 يا رمضان بكي رمضان بات لبي البوسر منتكه حبتا ليرا دوبوتر كردري لنوشاكه كردو بتدو بوتوره إن شاء الله درتاحه ترقي الله لا قربر نوشني بوزاقحه هل جنت جاقديروي جهنم تدي حقوي نوشب كورا بريبيل خول الأركات لبات جهنم لا انظر به أكيل دب أديروي إبليسون شيطان ته إلى تدور حيوي رمضان 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 يا رمضان Savollar boyununuzu boşlayın. Yaxshi o'tibdi. So'rovni berayim. Kim so'rovni topsa, mana shu balandga o'xshaydi. Muntazamsa? Ha? Hop, sizga beraylik, asos savollarni beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib Qur'on surasi tushganda qaysi farishta bilan uchrashgan? Jabril farishta bilan. Bismillahirrohmanirrohim degani qanday so'z? Allohdan tilay boshlayman. O'yindan baraka toping. Bittalar o'qituvchilar tortadi bu narsani. O'quvchilar yomon emas. O'qituvchilar tortadi, biz oldinglarga olib boramiz, o'tiravering joyiga. Bu qonun qoidasi bilan tanishtirib o'taman. Biz avvalda nomerlarga plyajlarni yozib qo'yganmiz. Bu yerga raqamlar yo'q, 24 ta raqam bor. Kimni peshonasiga qaysi raqam tushgan bo'lsa, bu yerdagi sovg'ani qaraymizda sovg'ani beramiz. Endi haligi bizlarimiz oldimizga ko'proq ko'ramiz. Qanday bo'lsa, alayhimasi maktabda xalqaro ozgina bo'lsa ham superlari ham bor, endi chiqib qoladi. 21-chi globusni kattasini olib keling. Mashalloh, quloq bo'lsin. Globusni kattasini olib keling. Opa, shu bolalarni o'qitayotganda ozgina bo'lsa ham foydasi tegsa, biz xursandmiz inshaalloh. Xudo xolasa. Soğuk. Eyvallah. O çatı soğuk. Bismillah. Bitti soğuğumuz kaldı, bitti. Bitti azıcık, bitti soğuğumuz kaldı. 15'inci. Maşallah. Allah bizi mana shu Aravon Saxovat Adliya fondini yigitlari issig'dimi, sovuqdimi, kunduzni kunduz, kechani kechasi demasdan elimiz ishlab topshirgan omonatlarini doimo o'z vaqtida yetkazib terib xizmat qilayotgan yigitlarimiz bor. Shu elimizdan
bolalarimizdan, ko'pchilikdan bir taklif tushdi. Biz endi deydi ularga bir sovg'a bera olmayapmiz. Ularni biz mukofotlay olmayapmiz. Shuning uchun bizni nomimizdan shu xizmat qilayotgan akalarimizga rahmat aytib qo'yinglar. Biz bolalar nomidan, biz opa-singillar nomidan aytib qo'yasizlar. Deb shu narsalarni bizga taklif tushdi. Shu taklifga ko'ra mana Aravon Saxovat gruppasining, hadiya gruppasining yigitlarini biz borib eng katta filialimizdan, eng katta shtabimizdan borib bir shu filial shtabdan borib so'radik. Yaxshi fikrlarni aytishdi. Biz ham qo'shilishamiz. Biz haqiqiy bo'lishligi uchun, shularning xizmati rostlikdan shunaqa xizmat bo'lishligi uchun Alloh qilgan xizmatlariga pechatlarini ham bosib beramiz deb pechatlarni bosib, direktorlar qo'lga qo'yib berdi shunga. Hozir shu akalarimizni, ukalarimizni bir varakaga taqdirlashni boshlaymiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Familiya oti bilan chaqiraman, akalar kelib shu yerda qo'porib bitta turib berasizlar. Nafamit, surat, video bo'ladi inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Bizi mana shu yaxshi yomon kunlarimizda kechasi kunduzi xizmat qilib, bizi mana shu qilayotgan ishlarimizni ommaga olib chiqib, videolar qilib, omonatlarimizni ko'rsatib berayotgan, xizmat qilayotgan Halilov Mo'ydinjonga hammamiz bir-biriga rahmat aytib qo'yamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, qiyomat kuni faqir va yetim bolalarga Alloh shunday deydi: "Boqing, kim sizni taomlantirdi? Kim sizga suv berdi? Kim sizga kiyim kiydirdi?" Endi o'shalarning qo'lida, o'sha kimsalarning qo'lida va birgalikda jannatga kiring dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi qudsi. Xo'p. Yana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayapti, Saffon ibn Sulaymon roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam beva va yetim uchun sahih harakat qiluvchi Allohning yo'lida mujohid kabidir. Yoki nahorni ro'za tutib, tunni qiyom qilib o'tkazuvchi kabidir dedilar. Ikki shayx Termiziy rivoyat qilgan. Buni boshda o'qitamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Halilov Mo'ydinjon, sizga Alloh uchun qilgan xizmatlaringiz uchun Aravon Saxovat hadiya fondi tomonidan Aravon eli, onalarimiz, opa-singillarimiz, yosh bolalarimiz nomidan sizga tashakkur bildiramiz. Alloh sizni qiyomat kuni ajri soyasida soyalattirsin. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmatli qilgan xizmatlaringizga rozi bo'ling. Mana shu Aravon elimizning nomidan. Rahmat chaqiramiz. Qosimov Elyorbek. Tilayki. Alloh rozi bo'lsin ki, qilgan xizmatlaringizga mana shu elimizni, mana shu bolalarimiz nomidan qabul qilasiz. Xo'p, keyingisi Abdullayev Ulug'bek. Abdullayev Ulug'bek. Ulug'bekka xizmatlaringizga rozi bo'ling. Doimo mana shu farzandlarimizga, mana shu opa-singillarimizga xizmat qiling. Charchamanglar xizmatda. Keyingisi Hamidov Umidjon ukamiz doim biz bilan shu ersonlar tarqatishlikda yoki boshqa ishlarda yelka turib ish qiladi. U ham srochniy ishga ketib qolganligi uchun uni amakisi bor, shunga berib qo'yamiz. Xo'p, Sultonov Bahodirjon. Bu Sultonov Bahodirjonning familiyasini otini aytib qo'ydik xolos. Mana shu bizni Turon kafesining oshpazi bo'ladi. Qachon kelib biz shu akamizdan iltimos, bolalarimiz keladi, mehmonlarimiz keladi desak, yo'q demasdan doimo bizni xizmatimizni qilib berganlik, elimizni xizmatini qilgan uchun Bahodir akamga ham tashakkurlar aytamiz. Bahodir aka, rahmat. Doimo xizmatlaringizni qadrlaysiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mana shu Aravon Saxovat gruppasida M-Bank bor, M-Bank. 555 bilan 63 64 11. Mana shu M-Bankning egasi bizni kasrimiz ham buvoqimiz Alimov Mansurbek deb beramiz. Tashakkurnomani. Doimo xizmatimizda
tanlansin. Uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Xizmatingizga rozi bo'linglar. Hop, bizni yana bitta ukamiz. Bu ukamiz usta. Qachonki biz bir arava sahovatdan bir joyga yordamga borsak yoki hasharga borsak, mana shu ukamiz brigadasi bilan borib, Alloh uchun juda chiroyli ishlarni qilib beradi. Bu ukamiz Abduvaliyev Jahongir. Jahongir Talibga. Bizning akalarimiz, Alloh rozi bo'lsin, elimiz nomidan, bolalarimiz nomidan tashakkurlar, rahmatlar, shular. Sizlarga esdalik bo'lib qolsin inshaalloh. Xizmatlardan to'yinglar. Keyingisi bizni bir ukamiz bor. Uzoqdim edi. Qachonki biz chaqirganimizda yetib keladi xizmatlarga. Qurbonov Farhodjon. Qurbonov Farhodjon uka, xizmatlaringizga rozi bo'ling. Mana shu yerda doimo xizmat qilyapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Elimiz nomidan doimo xizmatlarni qilib, charchamasdan elimizga boshqarimizdan arzimagan bo'lsa ham esdalik sovg'a olib qolsin. Xo'p. Endi marta bizni erkatoyimiz bor. Kechasi 2 bo'ladimi, 3 bo'ladimi? Kim yordam kelib boshini mindizi yugurib chiqib ko'radigan ukamiz bor. Isoq Bahodirjon, ya'ni bizning shofyorimiz. Qachon bo'lsa xizmatimizni qiladi. Alloh rozi bo'lsin xizmatlaringizdan. Rozi bo'lasiz xizmatlaringizga. Bizni saxovat guruhi ba'zida boshqa regionlarga borganimizda kimda qanaqa imkoniyatligini, bor yo'qligini bilmayimizda, shuning uchun biz u yerdan bolalarni chaqiramizda aktiv xizmat qilib berishadi. Chekovat ayni jumatidan shunday aktiv xizmat qiladigan bolalarimizdan Mirzayev Akmaljon chaqiramizda, bu bolaga ham o'zimizni inshaalloh tabriklarimizni bildirib, qo'shilamiz. Bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin xizmatidagi doim shunday xizmat qilib. Xo'p. Endi mayerda bizni Arava sahovat guruhlarimizda ishlaydigan ayollarimiz bor. Bu ayollarimizga bizni erkaklardan ham qiyin. Sababi nimaga desa, kuniga 100 ta, 150 ta, ba'zida 200 ta odam bilan muomala qiladi. Biri yaxshi gapiradi, biri yomon gapirib ketadi, biri rozi bo'lib ketadi, biri norozi bo'lib ketadi. Lekin har qanday holatda ham shunaqa fe'llarni ko'tarib, issiqda sovuqda mana shu ofisda o'tirib, qimirlamasdan sizlarga shu narsalarni taqsimlab, sizlarga shu narsalarni yetkazamiz deb harakat qilingan Hamidova Gulnoraxonni chaqirsa, Hamidova Gulnoraxonga mana shu elimiz nomidan rahmatnomani topdik. Rahmat deyib, doim elimizga xizmatini qilib Alloh rozi bo'lsin sizlarga xizmat. Xo'p, yana shunday qizlarimizdan bittasi u ham kuyib qolib ishlaydigan Abdug'aniyeva Gulnoraxon. Abdug'aniyeva Gulnoraxon rahmat deyib, doim xizmatlarni mustahkam qilib yuringlar, hech qachon toyilmanglar. Yana shunday qizlar ayollarimizdan Yakubova Maftunoxon. Bular vaqti kelsa bola chaqasini ham tashlab keladi. Qanaqa ishlargachi, har qancha ishlarni tashlab keladi. Yakubova Maftunoxon. Rahmat deyib, doimo elga xizmat qilib yuring. Sizlarga tashakkur aytamiz. Nima bu? Ne yaşarsın oğlum? Şöyle yaşa. Bu bana ne yaşa? Şöyle yaşa. İşte bu. Hadi. Vay maşallah. Kız bana mı oğul bana mı bu? Yok kız bana mı? Oğul bana mı? Vay maşallah. Havaları, onu buceti kanilerinde, kaptanmazlarında alma, her tanesi var, kötü. Aç ki lan, bana maşı oğlum ya, araba sahavat gruplasını almadan sağla. Kim olmasın? Marsaklı oynayabiliyor oğlum. Bana şimdi en pişkine canlı kız olan. Ya, o beni kızlarım, o doğru geliyor falan. Bunda adı
odillik yo'qolib qoladi. Bu meni qizim, o'zimni qizim. Bundan tashqari kichkina qiz. Eng kichkina qizni olib chiqinglar meni oldimga. Hadi. Bu abdeli yaş kızdı, abdeli. Vay maşallah, maşallah. Tavalari. Aşırıda koptu. Aç bile koptu. Hatta açarız. Bu sürpriz yok bazı. Artist ne ben kızım? Aşağı. Şeker attırış. Artist ne ben? Ayşe Hanekam. Ayşe Han. Maşallah. Bak başlarım. Ben aç göz atarım yaş kızımız. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de aç. Maşallah, maşallah. Yani en eskiden kızımız ya bana sağlarına veririz bana. Çötani benim kızdı. Çötani konuşuyor. Hadi. Bana körüyle hakkı olsun. En eskiden kızımız. Kulluğum olsun kızım. Hepsi kulluğum olsun sizce sağlarına. Maşallah, maşallah. Sizi istiyor. 65. Ben senin uzun sonra boyamam. Ecevitçisiz. 78 yetirmeye edeceğim bari. Mal 78'de öde. 78'de Ecevit çıkmış. 72. 78 yaşta uluğu olacağım. 78 yaşta uluğu. Açıkta bitti kadar da bir kitap oynuyoruz. Karım diyor. 10. yarası. 10. Kaçı dedim. Kaçı. Araba sahava diyorlar. Bana şimdi bizi kardeşlerimizi ilk ciddi yaştaki uluğu olmamızga bana sahava kadar gelmemiz. Allah hayatınız kulluğu olsun. Yaxshilik kunlaringizda chiroyli bo'lib, mazza qilib choy ichib o'tirishga nasib qilsin. Bizni ham shu yoshi ulug'i men desam Bahodirga birga o'yinni ko'rib qoldim hozir. Maşallah. Askarım kanalı. Bahodirga geçeyim ben qayta. Mana shunda eng kattasi siz ekansiz. Biz bir sürpriz qilmoqchidik. Yoshi eng kichkinalari bilan qiz bola, ayol kishi qiz bola edi. Va yoshi eng kichkina o'g'il bola va eng yosh katta. Bahodir aka bu narsa sizga nasib qilgan ekan. Yaxshilik kunlarida issiz ko'ngillardan cho'lar ichildi. Sog' bo'ling, hech qulun bo'lsin. Xo'p, bolalarim sizlarga sovg'alarimiz o'tayam ko'p. Arvo elimizga rahmatlar aytamiz. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Mol dunyosini ko'paytirsin. Allah'ni kura barib işdur qaybaz Ramazan Bilalni talam barib Bilca suneni azan Rasuyni ashabt bargib Suneni khutma barib Ramazan la dur qadesh Ilme la bayan barib İlbadra Ramazan bub Durqay Kur'an khura bub Sabibayan barile Dünyali keratin tbub Rasulullah ashabtani Khulagil ghaza barib Il-Qur'an kalimah Bayan barib arghaqib Ramazan, 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 ya Ramazan, 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 ya Ramazan. Bakile Ramazan bat Lebil busur manteke Habsali radu butar Kirdari leno shake Kirdubte du buture
inshaalloh durtehe durqay Allah la qarbar nushani buzaqehe hal junte jagadiruy jahannam tedi haquy nushab kura baribil khulal urketi labat jahannam la unzur be ekile deb adiruy iblisune shaytun te ila tadura hayuy Ramadan 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 ya Ramadan 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 ya Ramadan Jahannam la qadurte ilbadi zedat dalta gunah karte mu'minte ilme la azat malta mu'minte uzbe ruzbe hal jumte ze haybiru hal jaa ni'matunes Allah yisde zabiru إيش رمضان باديزه برد لأحد شحوني يتيزه كان يرحتينا إمتى بيرو اللهني رخلبو تدلحوني اعتكاف يتالباري حج عمره داري ابتدى مزبي أخو اللهني اشدر قير رمضان بات مؤمن تأوت برتبه حاد الليل يوحوشا أحدق قسع موته رمضان 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 يا رمضان 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 يا رمضان Muhterem mehmonlarimiz, biz bugun aslında bizni shuncha bolani boshqarib beribdi. Kamiga biz o'zimiz o'qitolmayotgan bolalarimizni o'zlari o'qitib tarbiya qilayotgan o'qituvchilarga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Doimo bolalardan olimlar chiqsin, professorlar chiqsin. Elimizga, yurtimizga foydasi tegadigan farzandlar yetishsin. Alloh subhanahu va taolo sizlarga shu muallim degan maqomni beribdi. Doimo shunday aziz va mukarram bo'linglar. Alloh hammalarni omadlarini bersin.
ko'ra oldinda biz mana shu o'qituvchilarga sovg'alar ulashishga lozim topdik. Bolalarimizga ham, o'qituvchilarga ham bir xil razmerga qadar qildik. Kompyuter keyingisi. Hamagina maktabda o'qituvchilari biz asıl bolalardan tortib 9 yil qilganmiz, lekin bizni ashab ishlaymiz. Haybarlar qurulsin, otalar faoliyatlar. Assalamualaikum, hurmatli jamoat. Yana bizim bolalarga ko'ngil olayotgan Xudoning ishga seyrkelgan ochlar, xayrixohlarning nechilari, jalbi elchi, bizga xizmat qilib chiqqan barcha xizmatlarga barchamizga çok rahmat. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden yaxshi ishlaringizni ko'rib shu yerda o'tirgan bolalarimiz sizlar siyaqli tarbiya olun. Eksanlı, daima yer için katkıda durgan, muhtaçlarını kollay turgan sizlerge o'xshash aykul inson bo'lsin. Sizlerge çok rahmat. Allah razı olsun. Ularınız eksanlarını Xudoyim berganini qabul qilib, o'qigan namozingizlarni, o'qigan orozlarni daima qabul qilsin. Bunday aytlarni ko'p ko'raylik, qatorozdan xato bo'lmay sizlardan ko'raylik. Baybichelerge men kuch bo'lib o'ynayman. Rahmat. Rahmat, sizlar yoshlarga turmush bizga ham nasib qilsin. Rahmat, sizlar ham ko'p yillar ishlaysiz. Mehman bo'lib kelgan odamlar, yoshlar, o'quvchilar, muallimlar, nega xizmat qilayotgan insonlar bardinglar. Mana bugun Xudoning o'ng'aygan kuni aytgani, bardingizlarga ayt bayramingizlarga qutlaqlayman. Bardingizlarga yaxshiliklar bo'lsin, dunyoga hech qachon jamoatchilik bo'lmasin, o'rinlar bo'lmasin, yomon kunlar bo'lmasin. Shunchalik qilib dasturxon joyib bizim yosh yetimchaklarga dasturxon joyib xizmat qilayotganingizlar uchun biz cho'ngdan cho'ng rahmat aytamiz. Boshimiz egilib yerga teggangacha xizmat shunchalik xursand bo'lib o'tamiz. Shunchalik bolalarimizni ko'nglini ko'targaningizlarga men qarasam yerda büyük men o'zim o'qigan bolalarım ekanman. Navoiy maktabida 43 yildan beri xizmat qilaman. Men bolalarning barini ko'p taniyapman. Mening o'quvchilarim ekan. Rahmat bolalar sizlar. Shu Xudoyim sizlar bolalarga birdi bersinlar, Xudoy sizlarga mingdi bersin. Memlekatlarga rasxodimlarni Xudoyim qayradan to'ldirib qo'ysin. Rahmat sizlarga, rahmat cho'ngdan cho'ng. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi muttaqin. Assalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rab, sen ulug' kunlaringda turibsiz. Sen Allohim bizlarning gunohlarimizni kechirgin. Allohim qiyomat kunida mana shu bolajonlar bilan, mana shu o'quvchilarimiz bilan, yorim do'stlarimiz bilan Allohim jannatlaringdan joylarni bergin. Ro'zaqotini harom qilgin. Allohim mana shu farzandlarimizni ham ikkala dunyosini obod qilgin. Mana shu farzandlarimizdan olimlar chiqargin, qorilar, mujtahidlar chiqargin. Dinga, islomga xizmat qilgan farzandlardan bo'lsin. Xalqqa foydasi bergan, ummatga foydasi bergan farzandlardan bo'lsin. Mana shunday farzandlarimizni o'qitayotgan muallimlarimizni ham umrlarini, rizqlarini baland qilgin. Doimo shu bizni farzandlarimizni o'qitishlikda hech qachon tayinishmasin. Ularni bellariga kuch-quvvat bergin, oyoqlariga quvvat bergin, ko'zlariga quvvat bergin. Allohim har bandani qiyomat kunida o'zining mo'min bandalarini do'zax o'tini harom qilib, Firdavs jannatlardan joy bergin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana
Allahu Ekber. Hamile hoş göster, hamile hayırlarını çırak kılıp kişilerin sorgularımız. Rahmet dilerinden çok. Başla gel, to'xta.